Assalomu alaykum akalar, xormanglar. E'tiboringlarda sizlarning ko'zinglarning markazida bu katta 150 greyder hisoblanadi. Oqsuyak greyder juda ham noyob karyerlardan biriga ishlash uchun olib keltirilgan. Shuni to'liq obzor qilib bersam, sizlar bitta like bosib qo'ysanglar, bu videoni haqiqiy greyderning muxlislariga tashab qo'ysanglar, biz juda ham xursand bo'lamiz. Qaranglar. Oldi atvali 3 metr Bridgestone shinalar qo'yilgan akalar. Bridgestone bu agar e'tibor bersanglar, ma'lumot uchun aytib ketaman, poyga mashinalarning balonlariga o'sha shinalari Bridgestone brendidan taqiladi. Endi o'rta atvaliga keladigan bo'lsak, akalar, bu 3-7 metr turli xil ish jarayonida manyovrlar qilish uchun moslashtirilgan. Mana bunaqa planetarkalarni ham ko'ringlar akalar. Mana bitta nima uchun sim kod desanglar, men sizlarga buni saloniga chiqqan paytda buni tushuntirib ketaman. Polniy mana ko'rsataman sizlarga 150 greyder. Akalar, qaranglar mana. Mostlarni ko'ringlar. Sizlarga hamma tomonni ko'rsataman, sababi kommentariyada yozishadi, tegini, mostlarni bitta ko'rsating aka deb. Ana shu muxlislarimizni, podpischiklarimizni fikrini hurmat qilgan holatda ko'rsatib ketaman akalar. Izohlarda yozinglar, ushbu greyderdan yana qayerda kimlar ishlatishyapti, fikringlarni qoldiringlar akalar. Bu 230 ot kuchiga ega bo'lgan greyder. Orqa reflektorlarini ham ko'rsataman sizlarga. Polniy mana. Har bir detallariga diqqat bilan e'tibor beringlar. Fikringlarni qoldiringlar akalar. Kommentariyalar biz uchun juda ham muhim. Sizlarning fikringlarga qarab, keyingi safar kamchiliklarni to'g'rilab, sizlarning fikringlardan kelib chiqib, detallarini obzor qilamiz. Reflektorlari 1, 2, 3 tak, 4, 5 ta mana. Zublari 5 ta. Polniy komfort qilingan. Ko'rinishi, tuzilishini o'zi odam bitta qaraganda mazza qilib yuboradi. Haqiqatdan ham like bosishga arziydi ushbu texnikamizni. Endi men sizlarga eng zo'r fishka tarafini aytaman, bu greyderimizni. Asosan o'sha karyerlarda ishlash uchun mo'ljallangan, sababi issiqda ham, sovuqda ham har qanday sharoitga moslashuvchan, uncha-munchaga buzilmaydi ham, to'g'risini aytish kerak. Bu bizning fikrimiz emas, bu bizga o'sha kommentariyalarda izoh yozadigan va bu texnikalarni ishlatadigan podpischiklarimizni fikri akalar. Hozir men sizlarga buni polniy salonini ko'rsataman. Qaranglar. Saloniga chiqib oldik, ventilyatorlari bor. Mana bitta knopkalariga necha baho berasizlar akalar? Bular nima uchun javob beradi? Samolyotning bortidan ham battar ko'p knopkasi bor. Kat, воздушный сиденьялар. Bitta narsaga ahamiyat berib ketishinglarni so'rardim. Umuman kat texnikalarida mana bitta bizda haligi quruvchilarimiz shaytoncha deydi-ku, tekis turibdimi, yo'qmi, shuni ko'rsatib beradi. Yeri tekisligini. Tablolari bor. Ichki va tashqi holatlarini to'liq o'zi ko'rsatib turadi. Har qanday o'sha yoqilg'i sarfi qanaqa bo'lyapti, ishlashi qanaqa bo'lyapti, nosozligi bormi yo'qmi, tablosini o'zidan ko'rib turasizlar va eng zo'r fishka tomoni mana bu joystick upravleniyada akalar, qaranglar. Bilasizlar, greyderlarda mana bitta 85 ta richak bo'ladi. U zamonlar o'tib ketdi akalar. Buni olasizlar, mana shu ikkita qo'linglarni bemalol qo'yib olasizlar-da. Xohlagan tomoninglarga qayirasizlar, tekisliysizlar, bemalol ishlatasizlar. Mana shu joystick upravleniya orqali boshqariladi. To'liq avtomatik upravleniya akalar. Qulaylik beradi. Shofyorlarimiz mazza qilib ishlashadi. Konditsioner, pechkalari, audiolari hamma qulayligi bor. Mana o'zida показательный rasmchalar, risuniklari bilan ko'rsatib qo'ygan qaysi knopka nimaga javob berishlarini. Asosan bunaqa texnikalarni ishlab chiqaradigan o'sha Yevropa davlatlari, Amerika davlatlarida keladi bu texnikalarimiz. Karyeri bor, biznes qiladigan akalarimiz uchun maxsus video bu. Agar sizlarga ham 24 soatlab ishlatadigan va kafolat muddatlari beriladigan texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Caterpillar kompaniyasiga murojaat qilaverasizlar akalar. Istalgan turdagi texnikalarni yetkazib berishadi. Istalgan hajmda, kolичествоda yetkazib berishadi. Pogruchik deysizlarmi, greyder deysizlarmi, ekskavatorlar, mana bu yoqda ekskavatorlar turibdi akalar. Ekskavatorlar deysizlarmi, buldozer deysizlarmi, hattoki xohlagan turinglarni yetkazib berishadi va karyerga borib ishga qo'yasizlar. Vaqtinglar ham, pulinglar ham hamma narsa o'sha o'z vaqtida bo'ladi, pulinglar ham tejaladi. Bilasizlar, karyerlarda 1 soat ish to'xtab qolishi juda katta daromad yo'qotishga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun pastda nomerlarni qoldiramiz. Ushbu videodagi nomerlarga aloqaga chiqib, ushbu greyderlardan xohlagan turini va buldozer, pogruchik, ekskavatorlarni ham buyurtma qilishinglar mumkin. Garantiyalari, kafolat muddatlari ham bor. Bemalol murojaat qilib, o'zingizlar istagan ma'lumotni olishinglar mumkin. Ushbu videoga greyder yoqqan bo'lsa, sizlarga like bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Mana shunaqa obzorlarni ko'paytirishimizni xohlasanglar, albatta bizani qo'llab-quvvatlanglar, like bosinglar, podpisatsiya qilinglar.
va keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha sog' bo'linglar.